Dunyodagi eng qimmat bo'lgan 3 zotdor otlar. Birinchisi Husaychi Pegasus, AQSh. Zoti Thoroughbred deb ataladi. Narxi $70 million. Dunyodagi eng qimmat sotilgan zotdor ot hisoblanadi. Uni yaponiyalik milliarder olgan. Ikkinchisi Sharif Dancer, Buyuk Britaniya. Zoti Thoroughbred. Narxi $40 million. Dubaylik sheyxlar tomonidan sotib olingan. Uchinchisi Green Monkey, AQSh. Yashil maymun ismli zotdor ot. Thoroughbred. Poygaga chiqmasdan oldin narxi oshgan, lekin poygalarda kutilgan natijani bermagan. Narxi $16 million. Yana dunyoda qaysi eng zo'r otlarni bilasiz? Izohlarda qoldiring. Agar sizning ortiqcha $70 million bo'lsa, qaysi otni sotib olgan bo'lardingiz? Izohlarda qoldiring. Hammaga omad.